Nima deymiz? Buni ham oling. Voy, yo'q, o'zi. Voy, kakrasda, o. Voy, telefon. Uy, Mavludagi telefon. Mavlud? Alo. Mavluda qanday? Ma Abbos. Ozoda. Va, xudo, Ozodani telefoni ko'chada tushib qolibdi. Singlim, assalomu alaykum. Voy. O'shanga boyitdan beri kimgadir telefon qilish bilmadingiz, sizni Mavluda Jigar Addushi deb yozib qo'ygan ekanlar. Metroga yaqinmasmisiz? Yunus Rajibiy metrosining oldidaman. Men vaqtim yo'q, ana o'rtog'ingizga aytib qo'yarsiz, mana telefoniga uxladida. Voy, yo'q, qo'ying, unaqa demang. To'g'risini aytsam, ozgina pul kerak edi, shuni sotib anaqa qilsam maylimi? Nima degan gap? Bu insof bormi? Mavlud! Kim bu? Ozoda shetda, alo dvoring. Mavluda. Milliy kanalda bunchalar zo'rsan ko'rsatuvdamiz hozir. O'chirib qo'ydi. Ara, bechara qo'ydi. Nima qildingiz? Shunaqa ham gapirasizmi? Shunaqa muomala bo'ladimi? Abbos, qiz bola qo'ng'iroq qilyapti. Xavotir oldi. Telefonimiz yaqinda olganini. Marhamat, xayrlashishimiz mumkin, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan ertaga ko'rishguncha muhimi sog' bo'linglar, salomat